Alqama vafot etdi. Yuvishdi, kafanlashdi, payg'ambarimiz janozasini o'qidi. So'ngra uni qabrini bir chetida turib aytdiki: "Ey muhojir va ansorlar, kim onasidan ayolini afzal ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin. Kim ayolini onasidan ustun ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin" dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bas bunday kishining tavbasi ham, sadaqasi ham qabul bo'lmaydi dedi Rasululloh. Bu hadisni Imom Tabaroniy va Ahmadlar ham boshqa lafz bilan rivoyat qilishgan. Shuncha xayrli ish bo'lsa ham Alqamaga foydasi yo'q, modomiki onasi norozi bo'ladigan bo'lsa. Yigitlar bir fikr qilib qo'yaylik. Bir fikr qilib qo'yaylik. Ota-onaga oq bo'lishni ko'rinishlari. Oq bo'lish degani nima degani?